Ko'pchilik juda ham ko'p savol berishyapti. Nima uchun siz sharmzani keyin razmerga olasiz, iroda deb savol berishyapti. Sразу razmerda, kerakli razmerda ishlasak bo'lmaydimi deb. Men sizlarga nimagaligini olib tushuntirib beraman. Qarang, hozir ikkita shar oxirigacha ishirib turib, keyin kalibrator yordamida o'lchab oldim va buni bog'lab olaman. Ko'rib turganingizdek, mana shu turishida o'zi dum-dumaloq shar ishirilgan, ko'ryapsizlar? Agar men sharni именно ketib qoldim. Именно mana shuni razmeridan, например, qaysi shunaqa razmer ekan, hozir yopib yuboraman. Solishtirgan paytingizda ham mana bu sharim keyin noqismonroq bo'lib ishadi, bu sharim dum-dumaloq bo'ladi. Bu sharni misol uchun katta qilib ishirib keyin razmerga solganim uchun birinchidan elastikligi oshadi, ikkinchidan dum-dumaloq bo'ladi. Men naglazga yoki bo'lmasam razmer qilib примерно ishiradigan bo'lsam, nasosda sharlarim baribir qattiq bo'lib qoladi va yorilishga moyillik ko'proq bo'ladi. Misol uchun bu sharim ancha yumshoq, bu ko'proq chidab turadi. Mana bu sharim qattiq, o'shaning uchun ham tez yorilib ketadi. Kunda ayniqsa bu juda ham tez yoriladi. Tosh sachliydimi, yoki har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin, nomiga tegib ketadigan bo'lsa ham, bu tasirlab tarang turgani hisobiga bu sharimizda narigi shar ishirgan sharimga nisbatan yorilish moyilligi ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun har doim o'quvchilarimga aytaman, kalibratordan foydalaninglar. Bu kalibrator sizlarga juda ham ko'p narsalarga kerak bo'ladi. To'g'ri, misol uchun klassik gerlandalarga misol uchun bir xil razmerdalikka. Buni oladigan bo'lsanglar, buni ishlatishni bilsanglar agar, sizlar bemalol любой Pinterest deysizmi, YouTube deysizmi, o'shandan ko'rib figuralar, har xil figuralarni, O'zbekistonda hech kim yasamaydigan figuralarni bu bilan birgalikda yasasangiz bo'ladi. Shuning uchun kalibrator bilan do'st bo'linglar har doim. Har bir aerodizayner buni ishlatishni bilishi shart deb o'ylayman. Ya'ni o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar kommentariyada. Sizlarning fikringlar men uchun juda ham qiziq.